Akalar, mana Gentrani ko'rmasanglar bo'lmaydi. Haqiqatan mashinamiz yili 2023-yil eng oxirgi avtomat korobka Gentralardan desak bo'ladi. Qalbis kabi oppoq Gentra. Mashinamizning probegi 45 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Labo'ylar yorilib ketgan, tomlar ko'tarilib ketgan. Eng asosiy udari mordasida bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi. Oldi pistoletli qiyshayib sinib yotibdi. Oldi balon diska bo'lib butun qolgan, faqat kuzovga tegib qolgan. Motor korobkalariga ko'rsanglar, motorda qaranglar tiqib o'rganligini, korobka ikkiga bo'linib ketgan, motorda kartiri singan, yana ham so'yilmagan qovun bu, yechilgandan keyin bilinadi. Oldin murdalarda kirlolari qiyshayib yotibdi, ikkita eshigi butun qolgan. Salon holatini ham ko'rsanglar bo'ladi. Salon holatida rullari tushib yotibdi oshiq-moshiqdan, sidenalar sinib ketgan, tarpetkalar airbag otgan. Xullas, udar juda ham qattiq bo'lgan. Udar zo'rligini hisobiga orqa kirlolarga miyachini berib yuborgan. Orqa bagaj butun, gazlari bor ekan. Xullas, akalar mashinani ko'rdinglar. Bitta telefonga chalg'ishi oqibatida mana shu hodisa bo'lgan. Isuzuning orqasiga borib urilgan. Egalari Samarqand viloyatidan bizga murojaat qildilar. Borib ko'rib sotib oldik. Xullas, butun O'zbekiston bo'ylab pachoq mashinalar sotib olamiz. Bu mashinani ham shu holatda sotib olganmiz. Akalar bemalol murojaat qilinglar. Pastda telefon nomer qoldiramiz. Pachoq mashinalarni 12 viloyat bo'ylab borib olib kelamiz. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar.